Karasu'dan bir damılan kamap koyuştu. Hazır hem türmödü. Bir önü. Men kağız yazıp verdim. Aytkan sözü kata dep çıkarttılar. Aytdım sözü tuttur aytkan, hiç kata yapkan emes. Kağız yazıp verip men sotqa jiberdim. Başka biri korkunç bar bolçu, sen oşo menen bir kesте kamap koyuşu mümkün bolçu. Al kamaktan çıkarışkan yok. Birok men Kudayga tawakkel kılıp, Kudayım kadir barık beripsin, bir musulmandın nimesi üçün şunday bolbosun dep, men atımı yazıp, peçatımı basıp berdim, aytkan sözü kata emes tutura dep. Eldim bardık aytdı, yok şunu yazıp bersek, anda sen de oşo menen bir kesте dep kamap koyuşu barlı. Kamapты жатат dagı, çıkarışkan yok da. Birok Kudayım oşo men hakikat aytkanımı neme kılıp Kudayım men andan tostu. Birok oşonday riske bardık. Mendeli baldarım bar, tirikçiligim bar, üstü otura versem bolot. Men 2 yıl toluk mufti bolgan jokmун. 1 yıl 11 ay daha bir kança gün boldum. Egerde men oşonda men Karasu'danmın. Karasu'dan. Karasu şahardan. Atım Raşat Qari. Bu men qamoqda edim. Men qamoqda bu ozgina bir fitna bo'lib, chiqqanimga 1 juma bo'ldi. Men qamoqda edim. O'tirib o'ta yig'ladim. Meni orqamdan xarakteristika yozib, bu to'g'ri so'zni so'yla degan bitasiz o'g'lingiz bo'ldi. Chuvoq hojini bu to'g'risida menda pismini Alloh rahmat qilsin so'zi ham bor, bu internetda tarab ketgan kichkina roligi ham bor. Kamdan kamap qo'yishdi. Hazır ham turmadi. Men qog'oz yozib berdim. Aytgan so'zi qapa deb chiqaribdi. Aytdim so'zi tuttur aytgan, hech qanday gapgan emas. Bu otam qaytish bo'lganda uyimizga kelib, qonog'im bo'lib, men sizlarni deb ukam bilan do'stimiz bo'lasizlar. Men sizlarga ishonaman deb turib yurib muftiy bo'lganda ham qaraka kengashib turaylik deb bir narsalarda respublika dengilida bir narsalarni ko'targanmiz. Yaxshi do'stligimiz bor bo'lsa, uyingizga hech nasib bo'lmagan ekan, endi kelib hammani anaqa rosa yeyladim. Qamoqda o'tirib to'g'risi bu Alloh rahmat qilsin, siz o'g'lingiz Qirg'izistonda ko'p olimlar bor. Islomga qilgan xizmatlar bor. Biroq siz o'g'lingiz qilgan ishi Qirg'izistonda islomiy bir revolyutsiya qildi deb bilaman. Qirg'iz elini, nafaqat Qirg'iz elini, Sredney Aziyadagi boshqa ulug'larga ham, boshqa millatlarga ham shu din bilan jashuv, din bilan baxtli bo'lishlik bo'yicha bir qilgan mehnati Alloh o'zi bilan olib ketdi qilgan ishlarini. Baxtli ota ekansiz. Alloh taolo sizdan, sizni bu zurriyotdan bunaqa olimni chiqarishligi bu sizni baxtingiz. İnson barlig'imiz Allohning huzuriga qaytamiz. Allohning huzurida inson 5ga kirganda Alloh taolo 5 ahlidan so'rar ekan. Sizlar men bergan narsadan mamnunmisizlar desa, 5dagilar, ey Xudoy, shu palonchi do'stlarim, mana yaqinlarim shular bo'lsa tatib yashatadi derkanda, shunaqa bir 5 ahlidan deb umid qilamiz, duo qilamiz. Shunaqa ajoyib bir o'g'lingiz bor edi. Shunga ko'ngil ayting, ozgina bo'lsam avomga, Aysha otamga bir o'zimni bir ta'ziyamni bildiring. Bu inshaalloh o'zi baribir bir kun, ya'ni barlig'imiz ajralamiz bu dunyodan. Biroq bolangiz oz yashagani bilan biroq o'ta kun odamlar 100 ga kirib qila olmaydigan ishlarni qilib ketdi. Alloh rahmat qilsin. Emi bazoron kelib qolsa bir menda choy qo'yayın, bir choy piyola choy ichib. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Bizni faqat bitta maqsadimiz sizni ko'rib, bag'rimizga bir bosib, ko'ngil aytib, "Avval biz sizni shu vaqt oldida o'rnini bosolmasak ham shu o'g'lingizmiz" deb shu nomer seniki hozirgi yozib chiqayotgan nomer. Men shuni yozib olayin. Shunchalik shu vaqt esdab, otasi borlar deb men esdab, do'stim bo'lib. Shu bazorondan shu mechit uchrashganimizga Xudoga ming marta shukr. Endi saga, ukangga, mana ukalaringga baringlarga Xudoyim den sog'lik bersin. Endi tilek tilesinglar Xudoyim tilegingizni qabul qilsin. Bola chaqalarga tinchomon bo'linglar. Xudo qalsa o'sha yoqqa o'tsam, sizlarga bir uchrab kelaman. Xudo qalsa. Amanchilik bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Bola chaqa bizga salom aytinglar. Amon bo'lib, tinch bo'lib. Amin.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات